kaptarlarımızdan çil grup kaptarlarımız. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня мы гостем голубиным рынке с вами. Хочу вам показать узбекские голуби, андижанская линия, чилийная масть. Mana kaptarni dumlariga bir to'g'ri e'tibor berishlari mumkin. Paypaqlari. Oldi tarafiga chil kaptarimiz oldi to'ldir bo'lishi kerak. Oldi ochiq bo'lishi kerak emas, chil kaptar fitnessli bo'lishi kerak emas. Agar fitnessli bo'lsa bilinglarki, unga chilli urug', svetnoy urug'larimiz aralashgan bo'ladi. Chil kaptarlarni shu oldi to'ldirligi bilan chiroyli turadi. Burungidaqa qilib kalla kaptarlarimiz, chillarimiz vastana aytib olsa yaxshi bo'ladi. Chil kaptarlarimiz kallalari polvon, o'zi katta kaptarlar bo'lgan. Svetnoyga urganligimiz uchun chillarimiz kichkinayib ketgan. Shuning uchun hozir chillarga qiziqish qolmadi kaptarlarga. Bugun burun oqlar bilan bir xil o'rinda turgan chillarimiz hozir kichkinayib ketgan. Ko'pchilik gapiramiz, burun bir xil oqlar bilan turgan bir xil o'rinda deb, lekin sababini aytmaymiz. Sababi kaptarlarimiz kichkinayib ketdi. Ya'ni fitnessli bo'lib ketdi. Oldi to'ldirmas bo'lib qoldi. Svetnoy urug' bilan chil urug' qoni bir-biriga to'g'ri kelmaydi, urug' bo'lmaydi ular. Rangi chiroyli bo'lgan bilan kaptarlarda bleski bo'lmaydi. Bleski bo'lish uchun mana bu kaptarda oldiga o'xshab mana endi fioletli blesk bo'lish kerak ekan. Должен быть фиолетовый блеск у чили. У чили нет блеска. Поэтому желательно не порвать чили с чили. Rahmat abiler. До свидания всем. До следующих встреч. Evet inşallah. Hatta şeyler değil. Açıklar sonraki açın. 15 lira. Ha. Görüşürüz.